ikkinchi kill bor Torjida. Torji olti berilmoqda. Hozir Tezis Sershin Kiksani yoqib yubordi. Tezisdan razmen bor. To'riga uchish vaziyat. Ko'pchilikda bizda Mauzi sport jamoasi. Pastga shotga qarab sekansilik bilan qo'yilishni boshlaydi. Ketadan Spinks o'ynamoqda. O'yinchi ketadan o'ynamoqda. 3 tsegan bo'ladi. O'yinchi hozir longdan Monesidan bitta kill bor. Brolan olib ketmoqda. Bu yerda Monesidan ikkinchi kill. Ajoyib tarzda hozirda bizda deyarli hayotmavut vaziyati. Bu yerda ikkinchi overtime ham bo'lishi mumkin. Monesidan triple kill, Monesi quadra kill. Nimalar qilib yuboryapti Monesi? Biza ikkinchi overtime ko'ramiz. Boyga aytgan gapimni. Kim kerak ana sizga? Dop ikkinchisi. Albatta. Tamam, qarang. Ikkinchi yarimda boshlamoqda sразу tamam Mausdan. Sizlar qanaqa qilib 4 ta oldinglar deb. Slabaya mentalka deydi-yu, men